Dunyodagi eng xavfli manipulyatsiya juda oddiy va begunoh eshitiladi. Atigi bir necha so'z, ammo ko'pincha u bolalar va o'smirlarning hayotini buzadi. 2010-yil Sidney. Sem Ballard, 19 yoshda, sog'lom, kuchli, futbol o'ynaydigan yigit. Do'stining uyida o'yin-kulgi, hammasi odatdagidek. Birdan ular shillaqurtni ko'rib qolishadi. Kimdir hazil aralash, "Shuni yeb ko'rishga jur'ating, duxing yetadimi?" deydi. Sem o'zini zo'r ko'rsatmoqchi bo'lib uni yeydi. Bir necha kundan keyin esa oyoqlarida og'riq, qusish, kuchsizlik, shillaqurtdan o'tgan parazit tezda miyaga yetib boradi. Koma 420 kun. U uyg'onadi, lekin falaj holatda. Gapira olmaydi, o'zi ovqatlana olmaydi, faqat trubka orqali. O'sha kechada uni undan o'sha kechada uni undagan do'sti kasalxonaga kelib uzr so'raydi. Sem yig'laydi. U hammasini tushunadi, lekin javob bera olmaydi. Onasi 8 yil davomida undan bir lahza ham uzoqlashmaydi. 2018-yil 2 noyabr. Uning so'nggi so'zlari: "Onam, men sizni yaxshi ko'raman." U atigi 28 yoshda edi. Bu hikoyada aybdor parazit emas, balki o'sha hovlidagi bir soniya. Sem o'z fikrini o'rniga boshqalarning fikrini tanlagan lahza. Bunday holatlar har kuni sodir bo'ladi. Faqat oqibatlari har doim ham bunday aniq va og'ir bo'lmaydi. "Qani duxing yetadimi?" do'stlaridan. Axir meni yaxshi ko'rasan-ku, juftingizdan, yoringizdan. Hamma shunday qiladi, hamkasblardan." So'zlar turlicha, lekin manipulyatsiya bir xil. Mexanizm bitta va u faqat bitta narsaga ishlaydi: insonning o'zini yetarlicha tanimasligiga. Agar inson o'zini tushunsa, u boshqalarning tasdig'iga muhtoj bo'lmaydi. U hech kimga hech narsani isbotlashga majbur emas.